Qon bosimingiz ko'tarilganda bu dorilarni aslo qabul qilmang. Aks holda hayotingiz xavf ostida qolishi mumkin. Bu qaysi dorilar deysizmi? Bu juda ham mashhur bo'lgan diklofenak, ibuprofen, ketorolact va barcha nonsteroid yallig'lanishga qarshi dorilar hisoblanadi. Qanday qilib deysizmi? Nonsteroid yallig'lanishga qarshi dorilar buyrakdagi qon aylanishini keskin yomonlashtiradi. Buyrak qon tomirlarini toraytiradi. Natijada organizmda ortiqcha suyuqlik qolib ketadi va bu arterial qon bosimini keskin ko'tarilishiga sabab bo'ladi va barcha qon bosimini tushiruvchi dorilarni samarasiz qilib qo'yadi. Bundan tashqari, nonsteroid yallig'lanishga qarshi dorilar trombositlarni keskin aktivlashtiradi. Bu tromb hosil bo'lishiga sharoit yaratadi va infarkt, insult xavfini 10 baravarga kuchaytirilishi aniqlangan. Dorilarni tartibsiz qabul qilishni to'xtating va foydali videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Salomat bo'ling.